Bugungi tezkor va zamonaviy dunyoda har doim harakatdamiz. Bog'lar, savdo markazlari, kutubxona, jamoat transporti yoki aeroportlarda yurar ekanmiz, ommaviy ochiq Wi-Fi tarmog'idan faol foydalanishimiz tabiiy holga aylanib ulgurdi. Hech o'ylab ko'rdingizmi? Ochiq Wi-Fi tarmog'iga ulangandan so'ng siz kiber tahdidlarga duch kelishingiz mumkin. Misol uchun, ma'lumotlarning o'g'irlanishi. Ommaviy Wi-Fi tarmoqlari ko'pincha shifrlanmagan bo'lib, hakerlar tarmoqdagi harakatlaringizni kuzatishi mumkin. Bu jarayonda siz yuborayotgan yoki qabul qilayotgan ma'lumotlar o'g'irlanishi ehtimolini oshirib yuboradi. Soxta Wi-Fi tarmoqlari. Hakerlar qonuniy Wi-Fi tarmoqlariga o'xshash soxta nusxasini o'rnatishi mumkin. Natijada soxta Wi-Fi tarmoqqa ulangan foydalanuvchi o'z ma'lumotlarini hakerga yuboradi. Qurilmangizga zararli dasturlar tushishi. Ommaviy Wi-Fi tarmoqqa ulanishingiz bilan zararli dasturlar qurilmangizga avtomatik tarzda tushishi mumkin. Bu ayniqsa shifrlanmagan yoki xavfsizligi zaif tarmoqlarda tez-tez uchraydigan holatdir. Bank yoki moliyaviy hisoblar bilan bog'liq xavflar. Agar foydalanuvchi ommaviy Wi-Fi orqali bank xizmatlaridan onlayn foydalansa, shaxsiy kabinetdan login, parol hamda moliyaviy ma'lumotlar o'g'irlanishi mumkin. Xo'sh, bu kabi holatlarga duch kelganda jabrlanmaslik uchun qanday himoya choralarini ko'rmoqlik lozim? Yo'lda yurganingizda xavfsizlik uchun mobil internetdan foydalaning. Faqat ishonchli va xavfsiz ommaviy Wi-Fi tarmoqlariga ulaning. Ochiq Wi-Fi tarmoqlarida parollar, bank kartasi ma'lumotlari va boshqa shaxsiy ma'lumotlarni kiritishdan saqlaning. Litsenziyalangan antivirus dasturlaridan foydalanib qurilmangizning xavfsizligini mustahkamlang. Xavfsizlik uchun faqatgina HTTPS yozuvi bilan boshlanuvchi saytlardan foydalanganingiz ma'qul. Bu maslahatlarga amal qilsangiz, o'ylaymizki, qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar xavfsiz internetdan foydalanishingizga xizmat qiladi. Kibermakonda xavfsizlik qoidalariga rioya qilib, o'zingiz va yaqinlaringizni asrang.